Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun men sizlarga so'zlab bermoqchi bo'lgan asar mashhur turk yozuvchisi Ahmad Lutfiy Qozonchining O'gay ona asaridir. Bu asar shunchaki badiiy to'qima emas, balki kamtarlik, insoniylik va mehr-muhabbatga yo'g'rilgan ulkan bir darslikdir. Bu kitobni nomini ko'rib, yana o'sha tanish mavzumi deyishingiz mumkin. Ammo bu kitobni o'qir ekansiz, sizning tasavvurlaringiz parcha-parcha bo'lib ketganligini his qilasiz. Asar markazida Fotima ismli ayol turadi. U o'zining mehr-muhabbati orqali nafaqat ikki yetim bolaning mehrini qozonadi, balki butun bir oilani ma'naviy tanazzuldan qutqarib qoladi. 18-19 yoshlar atrofida bo'lgan Fotima o'zining yosh qo'shnisi bo'lgan va yetimlikdan aziyat chekayotgan, o'gay ona qo'lida qiynalayotgan Ismoilga mehri tushadi. Unga rahmi keladi. Ana shu vaziyatlardan boshlab Fotimada onalik, opalik mehri uyg'onadi. Ketma-ket kelayotgan sovchilarni rad etib, ular orasidan ikki bolasi bor va turmush o'rtog'idan ajralgan Odilbekni tanlaydi. Yaqinlarining qarshiligiga qaramasdan unga turmushga chiqadi va ikki yetim bolaning onajonisiga aylanadi. Bolalar, ya'ni Husayn va Odila ona mehriga to'yib katta bo'lishadi. Ya'ni ular yetimlik ne ekanligini his qilishmaydi. Albatta bu Fotimaning mehr va muhabbati sababli. Oradan oylar o'tib, Odilbek va Fotimalarning oilasida kichik bir qizaloq dunyoga keladi. Fotima eng qiyin vaziyatlarda ham g'azab bilan emas, og'ir bosiqlik bilan, chiroyli o'zining odob axloqi bilan qarorlar qabul qiladi. Hattoki Odilbek nojo'ya ish qilganda ham Fotimaning oqilligi, donoligi sababli Odilbek ham bir necha bora uyalib qoladi. Fotima va Odilbek farzandlarni iymonli, odobli, axloqli farzandlar qilib voyaga yetkazishadi. Husayn ham jamiyatda o'z o'rnini topadi. Oradan vaqtlar o'tib, o'sha yuqorida aytgan Ismoil Fotimaning uyiga uning qizi Odilani so'rab sovchilikka keladi. Odil va Fotima maslahatlashib qizlarni o'sha yetim Ismoilga turmushga uzatadi va o'zlarining yoniga qanotlari ustiga oladi. Oradan yana vaqtlar o'tib, Husaynning yaqin do'stiga, ya'ni yana bir yetim bolaga kichik qizini uzatadi va uni ham o'z qanotlari ostiga oladi. Shu bilan ular baxtli, saodatli hayot kechirishadi. Natijada Fotima ikkita emas, 4 ta yetimning boshini silab, unga onalik qiladi. Azizlar, O'gay ona kitobini o'qir ekansiz, ko'zlaringizdan shoshqator yoshlar oqishi tabiiy. Bu yoshlar mahzunlikdan emas, balki qalbingizdagi iymondan, mehr-muhabbatdan dalolatdir. Agar hayotingizda qandaydir ma'naviy bo'shliq sezsangiz